Man Xorazmda 6 oy yashab, 7-oy hayratga tushdim. Ozmoqchi, semirmoqchi yoki bo'lmasa sog'lom ovqatlanib formasini ushab turmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali bir servis ochilibdi. Shaxsan o'zim 107 kilogramdan 76 kilogramgacha vazn tashlayotgan paytimda ushbu servisdan 2 oy davomida foydalandim va har kuni 1800 kaloriyalik ratsionni iste'mol qildim. Ushbu servis har kuni 5 mahallik ovqat eltib beradi va menyuda har doim yangiliklar bo'lib turadi. Ya'ni har kuni bir xil ovqat yemaysiz. Har doim qanaqadir yangicha taomlar va har kuni har xil ovqatlar beriladi. Va albatta maqsadingizga ko'ra har kuni 5 mahallik ovqatda kaloriya, uglevod, oqsil, yog'larni moslab beradi. Agarda menga qo'yib berishsa, har kuni osh yeyman. Shuning uchun men shu servisni tanladim. Chunki bu servisimizda PP osh, ya'ni kaloriyasi kam bo'lgan, oqsillari baland bo'lgan oshlar mavjud. Bundan tashqari PP burger sevuvchilar uchun lavash yemoqchi bo'lsangiz, PP lavashlar ham bor. Barcha lavash, burger, osh bo'lishiga qaramay, kaloriyasi past va oqsillari baland bo'ladi. Xorazmdagi ushbu servisning nomi Balance Mission. Instagramda bemalol topsangiz bo'ladi. Instagram yoki quyidagi raqamlar orqali murojaat qilib, tariflarni sotib olsangiz bo'ladi. Barchasi oson, barchasi mazali va barchasi yengil.